Guliston shahar jome masjidida muborak hayit bayrami munosabati bilan hayit namozi ado etildi. Tong sahardan masjidga oqib kelgan mo'min musulmonlar bayram shukuhi va quvonch ila jam bo'lib, birgalikda ibodat qilishdi. Imom xatib tomonidan o'qilgan hayit xutbasida mehr-oqibat, saxovat, sabr-qanot kabi insoniy fazilatlarning ahamiyati ta'kidlandi. Shuningdek, jamiyatda tinchlik, osoyishtalikni asrash, o'zaro hurmat va birdamlikni mustahkamlash har bir insonning muhim burchi ekani qayd etildi. Assalomu alaykum. Barcha yurtdoshlarimizga bu yilgi Ramazon hayiti muborak bo'lsin. Bu yil Ramazon oyi yurtimizda nihoyatda ko'tarinki ruhda o'tdi, o'zgacha bo'ldi. Yurtboshimiz tomonidan Ramazon oyini boshida bu oyni yanada fayzlik, barokatlik o'tkazishlik maqsadida juda katta tadbirlar amalga oshirildi. Jumladan viloyatimizda 2000 ga yaqin xonadonlarga moddiy ko'maklar, Ramazon tuhfalari yetkazildi. 1000 dan oshiq bemor fuqarolarimizga yordamlar ko'rsatildi. Mana bugungi hayit namozi ham ko'tarinki ruhda ado etildi. Buni barchasi yurtimizdagi tinchlikning samarasi, yurtboshimizning sa'yi harakatlarining samarasi deb o'ylaymiz inshaalloh. Hayit namozi so'ngida barcha yurtdoshlarimiz bilan birga yurtimizda haqqiga duolar qildik. Yurtimizda bo'layotgan islohotlarni davomli, doimiy bo'lishligini so'rab iltijolar qildik. Barchalaringizni Ramazon hayiti bilan chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Muborak bo'lsin. Namozdan so'ng yig'ilganlar bir-birlarini samimiy tabriklab, ezgu tilaklar bildirishdi. Keksalar duoga qo'l ochib, yurtimizga tinchlik, xalqimizga farovonlik tilashdi. Hayit bayrami munosabati bilan yurtimizda hukm surgan ko'tarinki kayfiyat, odamlarning yuzidagi tabassum va mehr-oqibat muhiti ushbu muqaddas kunning naqadar ulug' va qadrli ekanini yana bir bor namoyon etdi.